Bu videoni 20-30 yildan keyin farzandlarim ko'rishini juda qattiq xohlardim. Bolalarim, iltimos, mana shu videoni topib albatta ko'ringlar. Yillar o'tgandan keyin bosh miyaga olib boradigan qon tomirlar, bosh miyani ham qon tomirlari mo'rtlashadi. Ichiga yog' to'planadi, qayerdir shikastlanadi. Shu sababli odam fikrlashga qiynaladi. Injiq bo'lib qolishim mumkin, uyqum yuzaki bo'lib qolishi mumkin, birovning ko'ngliga qaramasdan gapiradigan odam bo'lib qolishim ham mumkin. Chunki to'liq fikrlay olmayman. Nima demoqchiman? Dadalaringiz aslida unaqa inson emas. Aslida men teran fikrlaydigan, xushchaqchaq, ko'ngli ochiq insonman. Endi na iloj, bosh miya to'liq ishlay olmayapti, qon to'liq aylanmayapti. Sizlarga lekin o'zi xarakterim shunaqaday tuyulishi